Agar bir odam sizga oxirgi rusumdagi telefonni hadya qilsa, bu telefon o'zini ixtirosi, o'zini kashfiyoti. Bu telefonni olganingizdan keyin qalbingizda ikkita narsa paydo bo'ladi. Bittasi qoyil qolasiz, lol qolasiz, qilgan ishidan, ixtirosidan. Ikkinchisi, uni oldida o'zingizni minnatdor his qilasiz. Ya'ni o'zingizni qarzdor his qilasiz. Bitta telefon berib qo'ygan ekan. Qoyil qoldingiz va qarzdorsiz. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni u zotni tanishligimiz uchun shuncha koinotni bo'ysundirib berdi, iymon keltirishimiz uchun, shukr keltirishligimiz uchun. Alloh taolo mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yangi hilolni ko'rsalar, hilalu xayrin va rushdin, hilalu xayrin va rushdin, hilalu xayri va rushdin deb qo'yardilar. Xayriyat va rushd hiloli. Xayriyat va rushd hiloli, xayriyat va rushd hiloli. Ya'ni yangi oyki undan foydalanaman, rushd oyiki Robbimning rizosiga boshlaydi.